Aka-uka bir tananing ikki bo'lagidir. Biri jarohat olsa, ikkinchisi tek turolmaydi. Aka soyadir. Quyosh qanchalik kuydirsa ham panoh bo'lib turadi. Uka esa omonat. Uni asrash aka zimmasidagi imtihondir. Ammo nega bugun aka-ukalar bir tananing ikki bo'lagi emas, ikki dushmaniga aylanib bormoqda? Odam alayhissalomning ikki o'g'li Qobil va Xobilni eslaysizmi? Qobil Allohga ixloslik bilan qurbonlik qiladi. Alloh uning qurbonligini qabul qildi. Qobil esa hasad qilib, ixlossiz qurbonlik qiladi va qabul bo'lmaydi. Hasad va g'azab sabab Qobil Xobilni o'ldiradi. Bu insoniyat tarixidagi birinchi qotillik edi. Aka-uka orasidagi adovat katta falokatga sabab bo'ldi. Bu darddan ota-ona bag'ri qon, butun oila vayron bo'ladi. Bunga misol Yusuf alayhissalomni eslaylik. Akalari Yusuf alayhissalomga bo'lgan hasadlari tufayli o'ldirmoqchi bo'lishadi. Shayton ularni vasvasaga solib, Yusufni quduqqa tashlashadi. Yoqub alayhissalom farzand hijronida ko'zlaridagi nurdan mahrum bo'ladi. Shayton insonga ochiq-oydin dushmandir. Bugun qanchadan qancha inson shayton hiylasiga uchib, jigarlarini yo'qotmoqda. Ammo nimaga erishildi? Hech narsa, shunchaki hech narsa. Bugun arzimagan dunyo deb begonalashgan aka-ukalar balki oxiratning og'ir kunida yagona najotkorga aylanadigan, bir-birlarini jannatga yetaklaydigan o'shalar emasmi? Bu haqida bir o'ylab ko'ring.